Og'aylar mana bugun Traktor Boz Uz kompaniyasidan Tuni 24 markali Yuto traktorni lizing asosida oldik. Bizlar Olot tumanidan keldik. Abdurashid Shorif fermer xo'jaligi ixtiyoriga shu traktorni olib nasib bo'lsa ertadan boshlab bu traktorni paxtarasi ishlariga qo'shamiz. Hammaga taklif qilaman, shunda yangi traktorni olib ishlashlariga taklif qilaman. Hammaga shunaqa traktorlar buyursin Xudoyim. Mana ertagi bayramlar bilan hammalaringizni bir bor tabriklayman. Rahmat aka. Ana Buxoro viloyati Olot tumanidan akamiz Yuto 1024 traktorini xarid qildi. Lizing asosida xarid qildi. Boshlang'ich 25-30% to'lov qilib, qolganiga 3 yilga har 6 oyda marta to'laydigan qilib olib ketyapti. Akani o'zlari Buxoro viloyati Olot tumaniga. Yuto 1024